Agar yaqinlaringizda, qo'ni-qo'shningizda, tanishlaringizda epilepsiya kasalligi yoki tutqanoq sindromi bo'lsa, birinchi qanday yordam ko'rsatish mumkin? Eslab qoling, shu to'g'risida suhbatlashamiz. Assalomu alaykum aziz obunachilar. Bugun sizlar bilan epilepsiya kasalligi hamda tutqanoq sindromi to'g'risida suhbatlashamiz. Siz bu videomiz orqali tutqanoq hamda epilepsiyasi bor kasallarga birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatishni to'liq o'rganib olishingiz mumkin. Miyada elektr impulslari me'yordan tashqari kuchayadi. Shuning natijasida tutqanoq sindromi yoki epilepsiya kasalligi kelib chiqadi. Agar bemorda epilepsiya bilan birgalikda shaxs o'zgarishi birgalikda kelsa, unda ruhiy kasallik hisoblanadi. Tutqanoq sindromi nima? Tutqanoq sindromi bu bitta simptom. Esingizda qolsin, har bir tutqanoq bu epilepsiya emas. Tutqanoq sindromiga bu isitma, jarohat, stress omillari sabab bo'lishi mumkin. Tutqanoqlarimizda birinchi aura fazasi, ikkinchisi tonik, uchinchisi klonik hamda to'rtinchisi uyqu fazasi kuzatiladi. Bemorlarda quyidagi belgilarga qarab epilepsiya kasalligi yoki tutqanoq sindromi bo'layotganligini bilishingiz mumkin. Bunda qanday bo'ladi? Sizlarga tushunarli qilib aytaman. Qo'l va oyoqlarda tortishlar, qaltirashlar, ko'z olmasining tepaga ketishi, tishlarning tishlariga tirishishi yoki bo'lmasa ayrim holatlarda tilni tishlash holatlari hamda og'izdan xirillovchi tovushning kelishi bu asosiy belgilari hisoblanadi. Epilepsiya kasalligini keltirib chiqaruvchi omillar birinchisi eng ko'p uchraydigan bosh miya jarohatlari. Ikkinchisi infeksion kasalliklar. Uchinchisi bu irsiy omillar. To'rtinchisi bu tug'ma epilepsiya kasalliklari. Yana bir alohida narsa bu epilepsiya yoki tutqanoq sindromini uyg'oqlikda hamda tunda uyquning ichida uchraydigan formalari mavjud. Epilepsiya tashxisi qo'yiladi agar 2 va undan ortiq marta sababsiz tutqanoq sindromi bo'lsa, bir marta xuruj bo'lsa, keyin xuruj bo'lish ehtimoli yuqori bo'lsa, ya'ni MRT yoki elektroensefalografiya tekshiruvida achak aniqlansa, shunday holatlarda epilepsiya tashxisi qo'yish mumkin. Ya'ni oddiy isitma, zaharlanish, gipoglikemik holatlarda bo'ladigan tutqanoqlar epilepsiya hisoblanmaydi. Epilepsiya kasalligini yangi tug'ilgan chaqaloqlarda, bolalarda, kattalarda ham qo'ysa bo'ladi. Epilepsiya kasalligi tashxisini qo'yish uchun yoshda cheklov mavjud emas. Amalda shifokorlar epilepsiya kasalligini qo'yishda quyidagilarga e'tibor berishadi. Birinchisi bu xurujlar, tutqanoqlar qancha vaqt qanday davom etishi. Ikkinchisi bu takrorlanishi. Uchinchisi bu elektroensefalografiya hamda MRT xulosalarida epilepsiya kasalligini achagini aniqlanishi. Ikkinchisi bu sizlar bilan tutqanoq sindromlari to'g'risida suhbatlashamiz. Tutqanoq sindromlari bemorlarda har xil sabablar orqali kelishi mumkin. Bosh miya kasalliklari, bosh miya jarohatlari, bosh miya o'sma kasalliklari, bosh miya insulti. Ikkinchisi bu isitmani hisobiga bolalarda juda ham ko'p uchraydi. Sizlar bilan biz ko'p bilgan holatimiz bu 6 oylikdan 5 yoshgacha bo'lgan bolalarda bu febril talvasalar, ya'ni tutqanoq sindromlari. Bu holat bolalarda tana haroratining boshqa bolalarga nisbatan tezda ko'tarilib ketish natijasida tutqanoq sindromi bilan javob beradi. Keyingi sabablar bu metabolik buzilishlar. Ya'ni gipoglikemiya, qondagi qand miqdorining tushib ketishi, gipokalimiya, giponatremiya hamda uremiya, buyrak yetishmovchiligining hisobiga kelib chiqishi mumkin. Tutqanoq sindromiga olib keluvchi yana keyingi omil bu dorilar hamda zaharlanishlar. Dorilarni ortiqcha ichish yoki dorilarni to'satdan to'xtatib qo'yish, narkotik moddalar qabul qilish, alkogolli ichimliklar ichish sabab bo'lishi mumkin. Epilepsiya kasalligi hamda tutqanoq sindromi qo'yishimiz uchun bir-biridan farqlash uchun bizga tekshirish kerak bo'lgan narsa bu bosh miya elektroensefalografiya tekshiruvi hamda MRT tekshiruvi. Asosan shu tekshiruv orqali biz ikkala kasallikmi yoki bu simptomni farqlab olishimiz mumkin. Sizlar bilan epilepsiya kasalligi hamda tutqanoq sindromini farqlab oldik. Endi qiladigan ishimiz uy sharoitida birinchi yordam berish.
Agar yaqinlaringizda, qo'ni-qo'shningizda, tanishlaringizda epilepsiya kasalligi yoki tutqanoq sindromi bo'lsa, birinchi qanday yordam ko'rsatish mumkin? Eslab qoling, shu to'g'risida suhbatlashamiz. Birinchi o'rinda qiladigan narsangiz bemorni tekis joyga yotqizdirish hamda atrofda o'tkir narsalar yo'qligiga ishonch hosil qilish. Ikkinchisi, bemorni og'zida qandaydir protezmi, yot narsa bo'lsa, birinchi o'rinda olib qo'yasiz. Bo'ynidagi tor kiyimi bo'lsa yoki ko'ylagi bo'lsa, tugmasini birinchi, ikkinchi tugmalarni yechib qo'yasiz hamda bemorni boshini bir tomonga yonboshlatib qo'yasiz. Sababi bemor qusganda qusug'iga tiqilib qolmasligi uchun, nafas yo'liga ketib qolmasligi uchun. Bemorni yonboshlatgan holatda boshiga pastroq qilib yostiqcha qo'yib qo'yishingiz kerak. Agar bemorda bo'ynida qandaydir galstukmi yoki boshqa narsalar bo'lsa, albatta uni olib qo'ying hamda tugmalarni yechib qo'yishingiz zarur. Yuqoridagilarni bajarganingizdan keyin bemorni faqat kuzating. Esingizda bo'lsin, tutqanoq paytida quyidagilar mumkin emas. Bemor og'ziga qattiq buyum, qoshiq, qo'lingizni yoki material tiqmang. Xuruj vaqtida bemorga suv yoki dori bermang. Qo'l va oyog'ini kuch bilan to'xtatmang. Qachon tez yordam chaqirish kerak? Agar xuruj 5 daqiqadan uzoq davom etsa. Ikkinchisi, qayta takrorlansa. Uchinchisi, bemorda birinchi marta kuzatilayotgan bo'lsa. To'rtinchisi, homilador ayol yoki bola bo'lsa. Beshinchisi, bemor boshdan jarohat olgan bo'lsa, zudlik bilan shifokor chaqirishi zarur. Agar sizda yoki farzandlaringizda, qarindoshlaringizda, yaqinlaringizda epilepsiya kasalligi yoki tutqanoq sindromi kuzatilayotgan bo'lsa, davolanish kerak bo'lsa, quyidagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin.